Agar sizning telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, kartangizga oylik pensiya, stipendiya yoki savdo puli tutsa, bu videoni zudlik bilan ko'rishingiz kerak. Chunki bugun men aytadigan ma'lumot faqat kimdir aldanib qolmaslik uchun emas, balki har bir oilaning puli, hujjati va tinchlik uchun juda muhim. Men bu mavzuni mutaxassis sifatida sodda qilib tushuntiraman. Hozir firibgarlar qanday ishlayapti? Odamlar qayerda xato qilyapti? Qaysi belgilar xavfli va siz bugunoq nimalarni tekshirishingiz kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'proq odamga yetib borishi kerak. Avvallari firibgarlik ko'proq ko'chada, bozorda qarz oldi berdisida yoki soxta hujjatlar orqali bo'lardi. Odam kim bilan gaplashayotganini ko'rar edi. Kamda yuzma-yuz muloqot bo'lardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Endi firibgar sizning uyingizga kelmaydi, eshigingizni taqillatmaydi. U telefon orqali, ijtimoiy tarmoq orqali, messenjer orqali, hatto siz ishonadigan bank, davlat xizmati, kuryer, ish beruvchi yoki tanishingiz nomidan sizga chiqadi. Eng xavfli tomoni shundaki, bugungi firibgarlik shoshiltirish, qo'rqitish va ishonch uyg'otish ustiga qurilgan. Masalan, sizga kartangiz bloklanadi. Nomingizga kredit olinmoqda, jarima yozilgan, posilka kelgan, farzandingiz muammoga tushdi, akkantingiz o'chiriladi deyishadi. Odam bunday gapni eshitganda avval tekshirish o'rniga vahimaga tushadi. Firibgar aynan shuni kutadi. U sizga o'ylashga vaqt bermaydi. Hozir ayting, kod keldi, o'qib bering, ilovani o'rnating, havolaga kiring, tezda tasdiqlang deydi. Mana shu paytda ko'pchilik eng katta xatoni qiladi. Men ko'p holatlarda bir narsani ko'raman. Odamlar pulini firibgarga o'zi berib qo'ymaganini, aksincha faqat kod aytganini yoki havolaga kirganini o'ylaydi. Lekin zamonaviy firibgarlikda kod, parol, tasdiqlash tugmasi va telefoningizga kirish pulning o'zidan ham muhim. Chunki bank ilovasiga kirish imkoni bo'lsa, pulni yechib olish, boshqa kartaga o'tkazish, kredit rasmiylashtirish yoki sizning nomingizdan qarz so'rash juda tez amalga oshadi. Siz bilishingiz kerak bo'lgan birinchi qo'yda bank, davlat tashkiloti, soliq, sud, ichki ishlar yoki mobil operator xodimi hech qachon sizdan SMS kod, karta PIN kodi, bank ilovasi, paroli, pasportingiz rasmini tasodifiy messenjer orqali yoki telefon orqali ovoz chiqarib aytishni so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u o'zini kim deb tanishtirishidan qat'i nazar xavf bor. Oddiy misol keltiraman. Bir odamga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizning kartangizdan 3 million so'm yechilmoqda, bekor qilish uchun hozir SMS kodni ayting deyishadi. Odam pulni saqlab qolmoqchi bo'lib kodni aytadi. Aslida esa firibgar aynan shu kod orqali bank ilovasiga kiradi yoki pul o'tkazmasini tasdiqlaydi. Odam men pul o'tkazmadim-ku deydi. Ha, u pul o'tkazmagan. Lekin operatsiyani tasdiqlash uchun kerak bo'lgan kalitni bergan. Ikkinchi holat, ish izlayotgan odamga sizni ishga qabul qilamiz, anketa to'ldiring deb havola yuborishadi. Havola juda chiroyli ko'rinadi. Ichida kompaniya logotipi, lavozim nomi, maosh 1 million yoki 8 million so'm deb yozilgan bo'ladi. Odam pasport ma'lumotini, karta raqamini, telefon raqamini kiritadi. Keyin ro'yxatdan o'tishni yakunlash uchun kodni kiriting deyiladi. Natijada u ishga emas, firibgarning tuzog'iga kiradi. Chunki rasmiy ish beruvchi sizdan bank kartangizning barcha ma'lumotlarini birinchi bosqichda so'ramaydi. Uchinchi misol, internet do'konda biror narsa sotayotgan odamga xaridor chiqadi. Men mahsulotni olaman, pulni kuryer xizmati orqali yuboraman, mana havola pulni qabul qilib oling deydi. Sotuvchi havolaga kiradi, kartasini kiritadi. Pul tushishi uchun tasdiqlang degan joyda SMS kodni yozadi. Aslida pul tushmaydi, aksincha kartadan pul yechiladi. Bu yerda juda muhim farq bor. Pul qabul qilish uchun odatda karta raqami yetarli bo'ladi. Karta muddati, CVV kodi, SMS kod kerak bo'lmaydi. Agar pul olish bahonasida karta orqasidagi 3 xonali kod so'ralsa, bu deyarli har doim xavfli belgidir. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda bank ilovalaridan faol foydalanadiganlar. Ikkinchidan onlayn savdo qiladiganlar. Uchinchidan ish izlayotganlar. To'rtinchidan katta yoshdagi ota-onalarimiz, chunki ularga o'g'lingiz nomidan. Pensiya kartangizdan davlatdan yordam puli chiqdi deb murojaat qilishadi. Beshinchidan ijtimoiy tarmoqlarda ochiq profil yuritadiganlar. Chunki firibgar sizning ismingiz, farzandingiz, ish joyingiz, qaysi shaharda yashashingiz, qaysi mashinani haydashingiz haqida ozgina ma'lumot to'plab, gapini juda ishonarli qilib tuzadi. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz hech kimga kod aytmasangiz, shubhali havolalarga kirmasangiz,
bank ilovasida 2 bosqichli himoyani yoqsangiz, telefoningizni begonalarga bermasangiz va har bir moliyaviy amalni o'zingiz tekshirsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman. Menga hech narsa bo'lmaydi degan fikr ham xavfli. Chunki firibgarlar sodda odamni emas, aynan bank charchagan, shoshayotgan, bir daqiqaga e'tiborsiz qolgan odamni izlaydi. Raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, kartangizda 50 million so'm bor. Siz faqat bir marta kod aytdim deb o'ylaysiz. Lekin shu bir kod bilan nafaqat 50 million so'm yechilishi, balki bank ilovasida boshqa karta bog'lanishi, omonat buzilishi, kredit arizasi berilishi mumkin. Yana bir misol, sizda pul bo'lmasligi ham xavfsiz degani emas. Chunki ayrim ilovalarda kredit limiti bo'lib to'lash xizmati yoki mikrokredit imkoniyati mavjud. Firibgar sizning kartangizdagi pulni emas, sizning nomingizdagi imkoniyatni ishlatishi mumkin. Endi istisnolar va nozik jihatlarni aytaman. Ba'zan haqiqiy bank yoki tashkilot sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Masalan, shubhali operatsiya bo'lsa, bank xavfsizlik xizmati sizga bog'lanishi ehtimoli bor. Lekin haqiqiy xodim sizdan maxfiy kodni aytishni talab qilmaydi. U sizga umumiy savol berishi. Operatsiyani siz bajarmaganingizni so'rashi mumkin. Shunda ham men har doim shunday maslahat beraman. Suhbatni tugating va kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy ilovasidagi aloqa bo'limiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqam qanchalik ishonchli ko'rinsa ham, unga ko'r-ko'rona ishonmang. Yana bir nozik jihat, firibgarlar raqamni soxtalashtirishi mumkin. Telefon ekranida bank nomi, tanish raqam yoki shahar kodi chiqishi sizni to'liq himoya qilmaydi. Ayrim texnik usullar orqali raqam boshqa ko'rinishda chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim raqamga emas, so'ralayotgan harakatga qarayman. Agar suhbat davomida kod, parol, ilova o'rnatish, ekran ulashish, havolaga kirish, pulni xavfsiz hisobga o'tkazish so'ralsa, bu signal juda jiddiy. Xavfsiz hisob degan gapga alohida to'xtalmoqchiman. Hech bir bank sizga pulingiz xavf ostida, uni vaqtincha mana bu kartaga o'tkazing demaydi. Bu firibgarlar ishlatadigan eng keng tarqalgan jumlalardan biri. Odam o'z pulini himoya qilyapman deb o'ylaydi. Aslida esa uni o'zi boshqa shaxs kartasiga jo'natadi. Keyin pulni qaytarish juda qiyinlashadi. Chunki operatsiya sizning telefoningizdan, sizning tasdiqingiz bilan amalga oshgan bo'ladi. Yana bir tuzoq, tanishingiz nomidan kelgan xabar. Masalan, Telegram yoki boshqa messenjerda do'stingiz yozadi. Tezda 500 ming so'm tashlab tur, kechqurun qaytaraman. Yoki mana shu tanlovda ovoz berib yubor, yoki mening akkauntimni tasdiqlashga yordam ber. Ko'pchilik tanishining rasmi va ismini ko'rib ishonadi. Aslida uning akkaunti buzilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pul yuborishdan oldin ovozli qo'ng'iroq qiling. Yaxshisi oddiy telefon orqali bog'laning. Bu haqiqatan ham senmisan deb so'rashning o'zi yetarli emas. Chunki firibgar ham ha deydi. Siz faqat ikkalangiz biladigan savol bering yoki boshqa aloqa kanali orqali tekshiring. Havolalar masalasida ham juda ehtiyot bo'lish kerak. Rasmiy saytga o'xshash manzil firibgar sayti bo'lishi mumkin. Masalan, bitta harf o'zgartiriladi, nuqta yoki chiziq qo'shiladi. Nom oxiriga ortiqcha so'z qo'yiladi. Odam ko'z yugurtirganda farqni sezmaydi. Shuning uchun bank, davlat xizmati, to'lov tizimi va pochta xizmatlariga havola orqali emas, ilovaning o'zidan yoki brauzerda manzilni o'zingiz yozib kirgan ma'qul. Yana bitta ko'p uchraydigan xato. Odamlar telefoniga masofadan boshqarish ilovasini o'rnatadi. Firibgar, men sizga yordam beraman, arizani to'ldirib beraman, pulni qaytarish uchun kerak deb aytadi. Siz ilovani o'rnatasiz, ekraningizni ko'rishga ruxsat berasiz. Shundan keyin u SMS kod, bank ilovasi, karta ma'lumotlari hammasini ko'rishi mumkin. Men ochiq aytaman, moliyaviy masalada begona odamga telefon ekraningizni ko'rsatish, uy kalitini noma'lum odamga berish bilan deyarli bir xil. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hoziroq bank ilovalaringizni oching va xavfsizlik sozlamalarini tekshiring. Kirish uchun oddiy parol emas, murakkab parol yoki biometrik himoya ishlating. Agar ilova ruxsat bersa, operatsiyalar bo'yicha push xabarnoma va SMS ogohlantirishni yoqing. Har bir pul yechilishi haqida darhol xabar kelishi kerak. Ikkinchi qadam, kartangiz bo'yicha limitlarni sozlang. Masalan, kunlik internet to'lov limiti 2000 million so'm turishi shart emas. Agar siz odatda 200 ming yoki 500 ming so'mlik to'lov qilsangiz, limit past bo'lsa, xato qilgan taqdiringizda ham zarar miqdori kamayadi.
Alohida internet xaridlari uchun kichik miqdorli karta ishlatish ham yaxshi amaliyot. Asosiy pulingiz turgan kartani hamma joyga kiritmang. 3-qadam, yaqinlaringiz bilan 10 daqiqalik suhbat qiling. Ayniqsa ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, ishchilaringiz yoki savdo bilan shug'ullanadigan qarindoshlaringizga ayting. Hech kimga kod aytilmaydi. Hech kimga karta orqasidagi kod berilmaydi. Hech qanday xavfsiz hisobga pul o'tkazilmaydi. Oilada oddiy qoida bo'lsin. Katta summa so'ralsa, albatta ikkinchi odam bilan maslahat qilinadi. Masalan, 1 million so'mdan yuqori har qanday o'tkazma oldidan bir-biringizga qo'ng'iroq qilishni kelishib oling. 4-qadam. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni cho'zmang. Men o'zim rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilaman deb qo'ying va telefonni qo'ying. Firibgar sizni ushlab turishga harakat qiladi. Hozir kech bo'ladi, operator liniyada. Ishni to'xtatib bo'lmaydi. Siz javobgar bo'lasiz deyishi mumkin. Shu gaplar qanchalik bosim bilan aytilsa, shunchalik ehtiyot bo'ling. Haqiqiy tashkilot sizga tekshirish huquqini bermasdan vahima bilan qaror qabul qildirmaydi. 5-qadam, hujjatlaringizni himoya qiling. Pasport yoki ID karta rasmini har kimga yubormang. Agar yuborish majbur bo'lsa, faqat rasmiy tashkilotga, rasmiy kanal orqali yuboring. Rasm ustiga faqat falon maqsad uchun deb yozib qo'yish ham ba'zan foydali bo'ladi. Masalan, faqat ijara shartnomasi uchun yoki faqat ishga qabul hujjati uchun degan yozuv hujjatni boshqa joyda ishlatishni qiyinlashtiradi. 6-qadam, parollarni tartibga soling. Bitta parolni hamma joyda ishlatmang. Ijtimoiy tarmoq, elektron pochta va bank ilovasi bir xil parolda bo'lsa, bitta joy buzilsa qolganlari ham xavf ostida qoladi. Elektron pochtangiz ayniqsa muhim, chunki ko'plab akkauntlar aynan pochta orqali tiklanadi. Pochta himoyasiz bo'lsa, boshqa xizmatlar ham himoyasiz bo'ladi. 7-qadam. Agar allaqachon kod aytib qo'ygan bo'lsangiz yoki shubhali havolaga karta ma'lumotini kiritgan bo'lsangiz kutmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Kartani bloklang, ilova parolini almashtiring. Barcha qurilmalardan chiqishni tanlang. Agar bankda qurilmalar ro'yxati bo'lsa, noma'lum qurilmalarni o'chiring. Keyin bankdan operatsiyalar bo'yicha ma'lumot oling. Agar pul yechilgan bo'lsa, ariza qoldiring va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 8-qadam, dalillarni saqlang. Qo'ng'iroq raqami, yozishmalar, havola, karta raqami, pul o'tkazilgan vaqt, summa, skrinshotlar, audio xabarlar. Hammasini o'chirib yubormang. Ko'pchilik jahli chiqib chatni o'chiradi, lekin keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Dalil qancha to'liq bo'lsa, murojaatni ko'rib chiqish shuncha osonlashadi. 9-qadam, telefoningizni tekshiring. Noma'lum ilovalarni o'chirib tashlang. Ayniqsa masofadan boshqarish, ekran ulashish, noma'lum klaviatura, noma'lum VPN, noma'lum tozalash ilovalari xavf tug'dirishi mumkin. Ilovalarni faqat rasmiy do'kondan yuklang. Telefon operatsion tizimini va bank ilovalarini yangilab boring. Chunki yangilanishlar ko'pincha xavfsizlik xatolarini tuzatadi. 10-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni ijtimoiy tarmoqlarda kamaytiring. Tug'ilgan sana, farzandlar ismi, maktab, ish joyi, uy manzili, doimiy boradigan joylar hammasi firibgar uchun material bo'lishi mumkin. Men umuman internetdan foydalanmang demayman. Men faqat shuni aytaman. Ochiq ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, sizga qarshi ishonarli yolg'on tuzish shuncha oson bo'ladi. Agar kimdir sizga bu sir hech kimga aytmang desa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Firibgarlar odamni yolg'iz qoldirishni xohlaydi. Chunki siz turmush o'rtog'ingizga, farzandingizga, banka yoki tanishingizga qo'ng'iroq qilsangiz, ularning sxemasi buziladi. Shuning uchun ular aytsangiz hisobingiz yopiladi. Tergovga xalaqit berasiz. Pulni qaytara olmaymiz kabi gaplar bilan sizni ajratib qo'yadi. Haqiqiy muammoni hal qilishda sir saqlash talabi bo'lmaydi. Ayniqsa sizdan pul yoki kod so'ralayotgan bo'lsa, yana bir muhim narsa. Firibgarlik faqat yosh katta odamlar muammosi emas. Yoshlar ham aldanadi. Chunki yoshlar onlayn xarid qiladi, kripto, investitsiya, o'yin akkaunti, ijtimoiy tarmoq reklamalari, tez daromad va kurslar orqali ko'p tuzoqqa tushadi. Kuniga 300 ming so'm topasiz. Pul tikib 2 baravar qaytarib olasiz. Faqat bugun aksiya, ro'yxatdan o'ting va bonus oling kabi takliflar ham tekshirilishi kerak. Haqiqiy daromad odatda mehnat, bilim, vaqt va huquqiy shartnoma talab qiladi. Juda tez, juda oson, juda kafolatli foyda va'da qilinsa, men buni darhol xavf belgisi deb ko'raman. Bugungi eng muhim xulosa shuki, kod, parol, karta orqasidagi raqam
bank ilovasiga kirish va telefon ekraniga ruxsat berish sizning pulingizga to'g'ridan to'g'ri yo'l ochadi. Sizni shoshiltirishsa, qo'rqitishsa, sir saqlashni talab qilishsa, havolaga kirishga majbur qilsa yoki pulni boshqa hisobga o'tkazishni aytsa, darhol to'xtang va rasmiy manba orqali tekshiring. Men sizdan bitta amaliy ishni so'rayman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin kamida 3 ta yaqin insoningizga shu qoidalarni ayting. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir oyligini, pensiyasini, yig'ib qo'ygan pulini yoki nomiga olinadigan kreditni saqlab qolishi mumkin. Fikringizni izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday qo'ng'iroq, havola yoki firibgarlik urinishiga duch kelganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bunday muhim ogohlantirishlarni o'tkazib yubormang.